Kelar sizlar uchun bitta zaryad bilan 880 yuradigan mashinamizni olib kelib qo'ydik. Bu mashinamizda GUA 07 bo'lib, Zikr bilan совместный, Jili bilan Baidu firmasidan chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxlarini va boshqa sizga qiziqtirgan ma'lumotlarni aytib ketamiz. Bu mashinamizning ikkita oldida abagaraflari bor. Probega keladigan bo'lsa 15 ming yurgan. Bunaqa arzon narxda bunaqa ko'p yuradigan mashina menimcha topa olmasanglar kerak. Bu narxiga keladigan bo'lsa 25 ming davomida bu mashinamizda nima funksiyalari bor desa, avtoparkovka, avtopilot, kurs kontrol, klimat kontrol hamma funksiyalar bor. Даже skorsiya monitordan boshqarasiz, 90% funksiya monitordan boshqariladi. Panoramacha bor. Ularimizni qora podsvetkalar bilan jihozlangan Face ID'lari bor. Salonni ham zapis qiladi. Mana bu yerda ikkita tasdiqlanishlar bor. Mashinamizda gorsi upravleniyalar bor. Bemalol bagajlarini yoki boshqa eshiklarini gapirib ocha olasizlar. Masalan, Aysimo, 你好，大概后备剩什么？后备箱搞定了，要打开哪个门？ Bagajlari ham ancha keng. Mana bu yerda дополнительный joylari ham bor. Como